O'g'il qizlar o'rtasidagi munosabat ishlar burundan ta hozirgacha izchil o'zgarmas Timur. Qanamsa bugun o'g'il qizlar o'rtasidagi tushunishga amalsiz ishlar to'g'risida parangiz qilib. Jinim, o'rningizni qopdingizmi? Ha, jinim o'rnim to'g'ri 10 minut bo'ldi. Siz qopqanga 10 minut bo'pti, nimda telefon qilmaysiz? Iba yo'lda ketib borgan qiz bola qardingizmi yo'q? Ha? Qaysi qiz bola? To'liq xursandlik qilmang, Iba yenimizda o'tib ketgan qiz bolani deyman. Voy, yo'q, qarmadim men. Yangi gap qilishni o'rgandingiz, shundaymi? Ha? Jinim men Yana bir qitim fursat beray. Qardingizmi yo'q? Bundal qarab qo'ydim shu. Siz haqiqatan meni yaxshi ko'rmayotgansiz. Jinim, mening mijozim yo'q. Qaynoq suv chiqish bering. Yaxshi aramlan jinim. Zukam bo'lsami qaynoq suv chiqish degan. Oshqozinim og'risimi qaynoq suv chiqish degan. Nim bo'lsami qaynoq suv chiqish degan. Meni yaxshi ko'rmayotgansiz. Bo'ldi, doktorxonaga biray bo'ldi. Doktor xapamay qiz bir qarab boqqan bo'lsangiz, 2 kun bo'ldi mijoz yo'q. Shu mijozim yo'q, doktor. Qiz bo'lsangizga cho'ngish yo'q-ken, rangroyimi yaxshi-ken. Uy qaytib, sharamilib, qaynoq suv chiqish bersangiz bo'ldi. Ma'qul, doktor. Rahmat sizga, doktor. Mundaladay har bir o'g'il bola qiz do'stini qanday ishga xaplab qolganligini, nimda birinjib qolganligini qat'iyan qilolmaydi. Sizlarda pexonlar shunami? Jinim men Ozga qiling. Telefoningizni ko'rib baqsam bo'lamdi. ko'ravering jinim, telefonimni boshqasi bo'lmasa ya. Ma qiz bola kim o? Bu degan beshan qilgan qiz bola jinim. Ha, beshan qilgandan kashf qilgan sizga yaxshi ko'rindi aytganda. Voy, men nereden bilmem onu. Bakın seçtin keyingi munosabat yaxshi qildi. Menamsi munosabat. Jinim, siz menga yaqin 10 minutni ochdi. Jinim men faqat kino ko'ryapman shu. Men biladim sizning mushuna deydiganingizga. O'sh bo'ldim sizga. Jinim nima qilasiz? Tobada nas ko'ryapman jinim. Bilamsiz, men uyimizga 3000 qo'y tejab qoldim. Vau! Hem sabah necha pul xarjlanasiz? Anlamadingizmi jinim, men uyimizga 3000 qo'y tejab qoldim, 3000 qo'y. To'xtan bildim. Shu sizdan jami necha pul xarjlaganingizni bilganim bor xolos. Nima uyimizga 3000 qo'y tejab sizni xush qilamsiz? Qanday qilsam sizni xush bo'lganligingizni bilamadim. Zodi necha pul? 20 ming. Tayyor hoca, tayyor hoca. Sharlxon chiqdi, pek kelishgan jumla Sharlxon. Bo'p qoldi. Nima bo'ldi? Qaplab qoldingizmi? Voy yaqi. Qaplab qopsiz. Akish turib, bunda ishingiz tavsizmi? Men motor chiroyli ekan-a? Narchiraylik bo'lmaymoqni. Rinqanqi chiqdim hamda chiraydan. Ko'zingiz qarog'mas sizning. Mushuni ko'rib bilamidingizmi? Yuzining cho'nligiga qarang. Dadangiz apingizni chaqirib to'ytimiz yuzining ustida majan o'ynasak yetib ashudi. Go'zallik qarshingiz qat'iy yo'q sizning. Jinim, meni yaxshi ko'ramsiz. Yaxshi ko'raman. Savolimga javob topdash sekundga chiqdingiz. Meni yaxshi ko'rmayotgansiz. Jinim, meni yaxshi ko'ramsiz. Yaxshi ko'rman jinim. Sizni har vaqt, har soat yaxshi ko'raman. Jamolingizni ham mijozingizni texnik. Siz apingiz bilan men so'rashib kelsak, boshqa kimni qutursiz? Hello, it's me. Meni yaxshi ko'ramsiz yo'q? Albatta yaxshi ko'raman sizni jinim. Hamsi meni yerim. Súbame la radio. O'g'il qizlar o'rtasida psixologik jihatda, mijoz jihatda, iste'mol qarashi va muhabbat jihatlari farqlar bo'ladi. Tafakkur alayligi jihatda o'g'illar shaxsiy tafakkurga texnik ahamiyat beradi. Qizlar bo'lsa bir qadar nozik, hissiyotchan keladi. Mushu farqlar sababidan muhabbatlar orasida ziyoda to'qnashuvlar bo'lib turadi. Ahamiyat qiz do'stingiz yoki ayolingiz sizga akilishi, qasddan sizni jiyda qilishi, sizni yaxshi ko'rganlikning ifodasi. Ko'chamiz kam qo'saq bilan muomala qilib, adablar o'tkazsa kifoya. Xo'sh, bugungi mazmun mushakchi bo'ldi. Darsni ko'raylik, xayr xo'sh. I want it that way. Súbame la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo.